Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Afdalus salati va atammut taslim. Ala sayyidina va habibina Muhammadin va ala alihi va sahbihi va sallim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, yaxshimisizlar? Ramazon o'tgan hayit ayyomlar barchamizga muborak bo'lsin. Ihyo ulumuddin kitobidan o'tayotgan suhbatlarimiz bor edi. Mana shu ro'za bobidan oxirida nafl ro'zalar tutish bobi qolganda mana shuni inshaalloh tugatib qo'yib, keyin kitobni boshidan, ya'ni ilm va uning fazilatlari, uning ofatlari bobini o'qiymiz deb niyat qilgandik. Aytganimdek, mana shu ro'zaning ixtiyoriy ro'zalar, ya'ni nafl ro'zalar bobi qolganda mana shundan ozgina o'qib qo'yamiz, Alloh qodir qilgancha. Keyin keyingi suhbatlarimizda inshaalloh kitobni boshidan, ilm bobidan boshlaymiz. Ro'za bobidan o'qishligimizga sabab Ramazon oyiga kirib kelganimiz edi. Har bir vaqtni o'zini haqqi beriladi. Shuning uchun Ramazonga oid masalalar bor bo'lganligi uchun ro'za va uning fazilati, uning sir asrorlari bobini o'qib tugatdik. Ixtiyoriy ro'zalar va ulardagi virdlar tartibi to'g'risida hozir bir daqiqa. Hop, ixtiyoriy ro'zalar deganda aytganimizdek nafl ro'zalar nazarda tutiladi, ya'ni uni bajarsa inson savob oladi, bajarmasa gunohkor bo'lmaydi. Ahkomlarning, hukmlarning tartiblari bor, bilamiz. Farz Alloh taolo buyurgan, uni bajarmasa gunohkor bo'ladi. Farz ayni, farz kifoya yoki farz kifoyani bir qavmdan bir kishi bajarmasa, butun qavm gunohkor bo'ladi. Agar bir qavmdan yoki bir mahalladan aytaylik, bir mahalladan bir kishi bajaradigan bo'lsa, butun qavmdan o'shani gunoh ko'tariladi, soqit bo'ladi. Yoki vojib, masalan, inson bajarishi kerak bo'ladi, bajarmasa gunohkor bo'ladi. Farz bilan vojibning orasidagi farq qanday desa, farzni bajargan inson savob oladi, bajarmagan inson gunohkor bo'ladi. Farzni inkor qilgan inson dindan chiqadi. Lekin vojibni hukmi ham xuddi shunga o'xshaydi. Bajargan inson savob oladi, bajarmagan inson gunohkor bo'ladi. Lekin uni inkor qilgan odam dindan chiqmaydi, islom millatidan chiqmaydi. Farz bilan vojibni farqi shunday. Yoki sunnatlar ham ikki qismga bo'linadi. Sunnati muakkada degani bor, bu vojibga yaqin, farzga yaqin. Sunnati muakkada degani yoki sunnati zavoidlar, zoida bo'lgan sunnatlar, bularni bajarmasa inson shafoatdan bebahra qoladi, bajarsa savob oladi. Va nafllar. Nafl nima degani? Naflni inson bajarmasa gunohkor bo'lmaydi, bajarsa savob oladi. Yana muboh degani ham bor. U ham ixtiyoriy narsa. Ixtiyoriy, inson bajarsa masalan savob olishi mumkin, bajarmasa gunohkor bo'lmaydi muboh amallarda ham. Endi mana shunday har bir amalni farz, vojiblik darajalari bo'ladi. Ro'zani ham farz bo'lgani bor. Nima u? Nazr ro'za yoki Ramazon ro'zasi. O'tgan darslarda o'qigandik. Sunnat bo'lgan ro'zalar bor, vojib bo'lgan ro'zalar bor. Qachon vojib bo'ladi? O'sha bir narsaga nazar qilib qo'ysa inson, masalan, falon kuni ro'za tutaman dedida, qattiq azm qaror qilib qalbida niyat qildi yoki biror bir ishi o'xshamay turganda, mana shu ishim o'xshasa 10 kun ro'za tutaman dedi. Bu nazr bo'ldi. Endi buni agar bajarmasa, shu ishi o'xshagandan keyin gunohkor bo'ladi. Endi nafl bo'lganlari bor, aytganimizdek, inson xohlasa bajaradi, savob oladi, bajarmasa gunohkor bo'lmaydi. Nafl ro'zalar bobi, ixtiyoriy ro'zalar va ulardagi virdlar tartibi. Uni vird qilib inson o'z hayotiga qanday kirgizib oladi? Mana shular haqida gaplashamiz.
Bilginki, ro'zaning mustahabi fazilatli kunlarda yana ta'kidlanadi. O'sha nafl bo'lgan ro'zalarni bajarish ham agar fazilatli kun bo'ladigan bo'lsa, bu kunda bajarishlikka ko'proq targ'ib qilinadi. Ta'kidlanadi degani o'sha muakkada deyiladi. O'zi bajarmasa ham bo'ladi, lekin fazilatli kun bo'lganligi uchun bajargan yaxshi deyiladi. Fazilatli kunlarning ba'zisi butun yil davomida topilsa, ba'zilari butun oy mobaynida, yana ayrimlari esa hafta ichida topiladi. Fazilatli kun deganda bilamiz, yer, makon va zamonlarni nimalari bor, orasida tafovut bor. Masalan, fazilatlari afzalligi jihatidan hafta kuni 10 kun, 7 kun bo'ladigan bo'lsa, buning ichida eng fazilatlisi qaysi? Juma kuni. Xuddi shunday ro'za uchun ham ba'zi fazilatli kunlar bor. Sunnat bo'lgan kunlarni sanaydilar hozir. Ramazon kunlaridan keyin yil davomida topiladigan fazilatli ayyomlar quyidagilardir. Ramazondan boshqa ro'za tutiladigan fazilatli kunlar qaysi kunlar ular? Arafa kuni, Ashura kuni, Zulhijjaning avvalgi 10 kuni, Muharramdan dastlabki 10 kunlik, harom oylarning barchasi fazilatli kunlar bo'lganligi uchun ro'za manbaidir. Ya'ni o'sha fazilatli kunlarda ro'za tutishlik kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Sha'bon oyining ro'zasini tutishni ko'paytirardilarki, hatto u kishini Ramazon oyida deb gumon qilardik. Sha'bon oyida shu qadar ko'p ro'za tutardilar, xuddi Ramazonda tutgandek tutardilar. Ya'ni kunlarni hammasi ro'za tutish bilan o'tardi. Imom Buxoriy va Muslimlar rivoyat qiladi. Xabarda keladi: Ramazon oyidan keyingi eng afzal ro'za Allohning oyi Muharramdir. Imom Muslim rivoyati. Hadis sharifda ham aytilgan, mana ba'zi oylarni boshqalaridan afzallik jihati bayon qilinyapti. Chunki bu oy yilning ibtidosidir, yilni boshlanishi Muharram oyi. Uni yaxshilik bilan boshlash esa barakasi davomli bo'lishi uchun yaxshi ko'rilgan va umid qilingandir. Yil boshi bo'lganligi uchun mana shu yil boshini yaxshi amal bilan boshlansa, yilni davomi ham yaxshi amalda davom etadi degan ma'noda aytilyapti. Ramazondan bir kun ro'za tutish esa harom oyning 30 kun ro'za tutishidan afzaldir. Bunday lafz bilan uchramaydi. Hadisda keladiki, kim harom oydan 3 kun payshanba, juma, shanba kunlari ro'za tutsa, harom oy deganda oyni asli harom emas, noto'g'ri tushunmanglar shuni. Unda urush qilishlik harom bo'lgan oy. Shuning uchun harom qilingan oylar deyiladi. Bilamiz, 4 ta harom qilingan oylar bor. Nimasi harom desa, u o'zi oy jihatidan boshqa oylardan yaxshi, afzallik jihatidan yaxshi, lekin u oyda urush qilishlik harom. Avvallari mana shu qabilalar o'rtasida ko'p urushlar bo'lgan. Janglar bo'lgan, ana shu o'sha janglarni ham to'xtatilgan. Hattoki johiliyat davrida ham to'xtatilgan. Janglarni Muharram oylarida. Xo'sh, texnik nosozlik yo'q, xudo xolisa. Hammasi yaxshi. Demak, Muharram harom oylar deyilganligi mana shu jihatdan ekan. Unda urush qilishlik harom bo'lganligi uchun. Yuqorida kim Ramazon oyida ro'za tutsa, harom oyidagi tutilgan 30 kunlik ro'zaga teng deyildi-ku. Mana shuni qo'ls ichiga olib, bu xabarlarda aytilmagan, bunday lafz uchramaydi deyilganda, ya'ni shu hadislarni yoki xabarlarni sanadida biroz nima bo'lishi mumkin, yanglishlik bo'lishi mumkin, xato bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunday ya'ni asl sahih hadis emasligiga ishora qilinyapti.
Xabarda keladi, Sha'bonning yarmi bo'lganda Ramazongacha ro'za yo'qdir. 4 imom rivoyat etib, Imom Termiziy sahih degan. Shuning uchun Ramazondan bir necha kun oldin ro'za tutmaslik mustahab qilinadi. Ramazondan oldingi oyda oyning o'rtasigacha ro'za tutsa bo'lar ekan, Sha'bonda, lekin o'rtasidan oxirigacha tutmaslik mustahab bo'ladi. Ramazonning hurmatidan-da. Buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir marta ulab, ko'p marta ajratganlar. Ramazonni 2 yoki 3 kun ro'za tutib qarshilash joiz bo'lmaydi. Illo o'ziga lozim qilib qo'ygan kunlarga muvofiq kelib qolsa mumkindir. Bir kishi doimiy ro'za tutadi. Masalan, payshanba, dushanba kunlari doimiy ro'za tutadi, hayoti davomida hech tark qilmagan. Bu yerda o'ziga lozim qilgan bo'lsa degani mana shu. Endi Ramazon juma kunida payshanba kuniga to'g'ri kelib qoldimi, Ramazondan bir kun oldingi kun, agar o'zi hayotida doimiy tutib yurgan bo'lsa, joiz bo'ladi o'sha kun tutishlik. Ba'zi sahobalar Ramazon oyiga o'xshab qolmasligi uchun Rajabning hammasida ro'za tutmoqni karih ko'rishgan. Fazilatli oylar Zulhijja, Muharram, Rajab, Sha'bondir. Harom oylar esa Zulqa'da, Zulhijja, Muharram va Rajabdir. Bu oylarning bittasi alohida, qolgani ketma-ketdir. Ularning afzali Zulhijja, chunki unda haj ma'lum va sanoqli kunlar bordir. Ayyamu ma'dudat deyiladi. O'sha sanoqli kundan murod shu. Qur'oni Karimda aytilgan, haj kunlarini ayyamul ma'dudat deb aytilgan. O'sha haj bajariladigan kunlar Zulhijjadadir. Demak, Ramazondan keyingi eng fazilatli oy qaysi bo'lar ekan? Zulhijja oyi bo'lar ekan. Ya'ni o'sha Qurbon hayit kunlari nazarda tutilyapti. Islomda 2 ulug' bayram bor. Bu Ramazon bayrami va Qurbon hayit bayrami, to'g'rimi? Demak, birinchisi baribir daraja jihatidan Ramazon turar ekan, ikkinchisi Qurbon hayit kunlari o'sha Zulhijjaning 10 kuni nazarda tutilyapti. Zulqa'da esa harom oylardan va haj oylaridandir. Shavvol bo'lsa haj oylaridan, lekin harom oylardan emas. Muharram va Rajab haj oylari jumlasiga kirmaydi. Xabarlarda keladi, hech bir kunning amali Alloh taologa Zulhijjaning 10 kunidan afzal va mahbub emasdir. Xabar deganda nima, qaysi ibora ishlatilishini ham tushuntirib berganman. Hadis bo'ladi, lekin uni sanadida biroz zaiflik bo'lgani uchun xabar deyiladi, hadis deyilmaydi. Lekin aksar holatlarda mana shular ham hadis bo'ladi. Sanadida o qadar qattiq ishonch bildira olmaganlari uchun muhaddislar hadis deyishmagan. Chunki payg'ambar alayhisalomdan rivoyat qilingan, bilamiz. Zot marhamat qiladilar. Kim agar menga yolg'on to'qisa, joyini jahannamdan tayyorlab qo'ysin deganlar. Endi biror bir hadis deb rivoyat qilgan hadislari hadis bo'lmay qolsa, sanadida shubha qilishsa-da, payg'ambar alayhisalom qaytargan o'ringa tushib qolmaylik deb hadis deb nomlashmagan uni. Undan, ya'ni ana shu Zulhijjaning 10 kuni haj amallari bajariladigan kun nazarda tutilyapti. Uning tunida bir kecha qoyim bo'lish Laylatul Qadrga qoyim bo'lish bilan barobardir. Shunda Alloh taolo yo'lidagi jihad ham bunga teng kelolmaydimi deb so'ralganda, Alloh azza va jalla yo'lidagi jihad ham to'g'ri kelmaydi. Illo kim oti yaralanib qoni to'kilsa bundan mustasnodir deb javob berdilar. Hadis aytilyapti-da, Imom Termiziy va Ibn Mojalar rivoyat qilishgan. Buxoriydan boshqa lafz bilan kelgan. Demak, Zulhijjaning 10 kunligi Alloh taoloning nazarida boshqa kunlardan afzal. Uning bir tuni Ramazondagi Laylatul Qadrga teng deyilganda sahobalar so'rashdi, Alloh yo'lida jihad qilishdan ham afzalmi bu desa, payg'ambar alayhisalom ha, Alloh yo'lida jihad qilishdan ham afzal dedilar. Mana shu tunda qoyim bo'lishlik.
Zulhijjani, ya'ni o'sha hayit, Qurbon hayit kunlari. Oyda takrorlangan ro'zaga kelsak, ana endi yilning oylariga taqsimlangan ro'zalarni gaplashdik. Endi oyning ichidagi tutiladigan ro'zalar haqida gaplashamiz. Oyda takrorlanadigan ro'zaga kelsak, u ushbulardir: oyning boshi, o'rtasi va oxiri. O'rtasi oq tunlar, ya'ni qamariy 13, 14 va 15 kunlardir. Bilamiz, 13, 14, 15 kunlari ayyamul biyid deyiladi. Payg'ambar alayhissalomning sunnatlari bu kunlarda ro'za tutishlik. Davomiy ro'za tutganlar Payg'ambar alayhissalom bu kunlarda, mana shu kunlar oyni, ya'ni o'rtasi. Qamariy oy deyilyapti, ya'ni o'sha nimani, hijriy sanani, hijriy oyni 13, 14, 15 kunlari ro'za tutishlik Payg'ambar alayhissalom sunnatlari. Haftada takrorlanadigan ro'zalar, bu oyning ichidagi ro'zalar edi, oyning o'rtasida kelardi. Endi haftaning ichidagi ro'zalar, haftada takrorlanadigan ro'zalar esa quyidagilardir: dushanba, payshanba va juma kunlari. Bu kunlar fazilatli bo'lib, ro'za tutish va bu vaqtlar barakasidan ajrlar bir necha barobar qilib berilgani uchun yaxshiliklarni ko'paytirish mustahabdir bu kunlarda. Hammamiz bilamiz, dushanba, payshanba kunlari Payg'ambar alayhissalom dushanba kunlari ro'za tutardilar. Sahobalar so'rashganda, bu kunda men tug'ilganman deganlar. Mavlid oyini nishonlashlik, uni kutishlik dalilini ham mana shu hadisdan olishadi ulamolar. Ya'ni Payg'ambar alayhissalom bu kunni xoslayaptilar. Mana shu kunda ro'za tutaman deyaptilar. Demak, bundan bilinadiki, bu kunning boshqa kunlardan ajrab turadigan jihati bor. Umr ro'zasi esa yuqoridagi ro'zalarning hammasini qamrab olib, yana qo'shimcha ham bordir. Bu to'g'rida soliklar bir necha yo'ldadirlar. Ayrimlari buni karih ko'rishgan, zero uning makruhligiga dalolat qiladigan xabarlar vorid bo'lgan. Sahih so'z bilan shuki, bunday ro'za ikki sababdan makruhdir. Umr ro'zasi degani butun umr ro'za tutishlik. Ya'ni har kuni ro'za tutadi bir inson. Buni mana shu tariqat yo'lidagi ulamolardan, soliklardan ba'zilari qilishgan, davomiy ro'zada bo'lishgan deyilyapti-da. Lekin bu aslida shariatda makruh amal hisoblanadi. Makruhligini ikki sababi bor deyaptilar Imom Abu Hamid G'azzoliy. Birinchisi, ikki hayit va tashriq kunlari ham ro'za bo'lishi. Endi butun umr ro'za tutaman deb niyat qilib qo'ygan inson bo'lsa, hayit kunlari ro'za tutishdan qaytarilgan. Demak, qaytarilgan kunlari ham bu inson ro'za bo'ladi. Yoki tashriq kunlari, mana shu haj amallari bajariladigan kunlari ham ro'za tutib olish kerak bo'ladi. Butun umr ro'za tutaman degan inson bo'lsa. Lekin bu qaytarilgan. Ikkinchi qaytarilgan jihati og'iz ochiqligidagi sunnatdan bosh tortishi va ro'zani nafsiga to'siq qilishi. Tushundinglarmi? Kunduzi og'iz ochiqlik vaqtida qilinadigan sunnatlar ham bor-da. Og'iz yopiq bo'lishligi sunnat. Payg'ambar alayhissalom ko'p sunnat ro'za tutganlarda bir kishi har kuni ro'za tutaversa-da, kunduzi bajariladigan sunnatlar ham bor-ku. Masalan, ovqatga o'tirganda bajariladigan sunnatlari, ovqatdan turganda, masalan, kunduzi birovning uyiga borib mehmon bo'lib, uni mehmondorchiligidan ovqatlanishlik ham sunnat. Bir qancha sunnatlar bor. Ro'zani o'ziga to'siq qilib, sunnatlarni tark qiladi bu inson deyilyapti. Shuning uchun ham karih ko'rilgan, makruh amal hisoblanadi har kuni ro'za tutish. Vaholanki Alloh subhanahu va taolo buyruqlari bajo keltirilishini yaxshi ko'rganidek, ruxsatlari ham bajo keltirilishini sevadi. Alloh taolo ba'zi kunlari ro'za tutinglar dedi, ba'zi kunlari ro'za tutmanglar dedi. Buni shariatda, fiqhda ruxsat deyiladi. Endi o'zini amri bajarilishligini xohlaganidek, buyrug'i bajarilishligini xohlaganidek, bergan ruxsatlari bajarilishligini ham xohlaydi. Masalan, musofir kishi namozini qisqa qilib o'qiydi.
To'g'rimi? Farz namozlarini agar musofir hukmiga o'tsa, 4 rakatli farz namozlarini 2 rakat qilib o'qiydi, qasr qiladi. Shu inson yo'q, men imkoniyatim bor, sog'lig'im yaxshi, men qasr qilmayman desa, bu inson gunohkor bo'lib qolishligi mumkin. Nima uchun? Chunki Alloh taolo bunga ruxsat berdida, bergan ruxsatini poymol qilib, yo'q, menga kerak emas ruxsat deyapti-da. Bu Alloh taologa nisbatan beodoblik hisoblanadi. Agar bu ikki sababdan birortasi ham bo'lmasa va nafsning salohini umr ro'zasi ko'rsa, shunday qilsin. Endi o'sha masalan hayit kunlari, haj kunlari yoki juma kunlari ham tutishdan qaytarilgan qaytariqlar bor ba'zi. Yoki mana shu kunduzgi sunnatlarni poymol qilishdan qo'rqmasa, masalan bir kishi bir o'zi yashashi mumkin, jamiyatga qo'shilmasdan. Shunday holatlar bo'ladigan bo'lsa va nafsini faqatgina shu bilan isloh qilsa, bundan boshqa yo'l bilan nafsini isloh qilishlikka imkoniyat bo'lmasa, shunday qilsin deyaptilar Imom G'azzoliy. Sahoba va tobiinlardan bir jamoa shunday qilgan. Abu Muso al-Ash'ari rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunday dedilar: kim umr bo'yi ro'za tutsa, unga jahannam torayib 90 tugun bog'lanadi. Buning ma'nosi, unda bu joydan joy qolmaydi. Jahannamdan u kishiga joy qolmaydi deganlar. Hadislar ham bor ekanda shunday umr ro'zasini tutishlikka, lekin buni muxolifida bo'lgan davomiy ro'za tutmaslikdan qaytariqlar ham bor. 3 sahoba kelishadi payg'ambar alayhisalomdan, birlari men uylanmayman deydi, birlari shulardan birlari men ro'za bo'laman, hech ham iftor qilmayman dedi. Shunda payg'ambar alayhisalom nima dedilar? Men sendan taqvodorroqman dedilar, lekin men bir kun och bo'laman, bir kun to'q bo'laman, bir kun ro'za tutaman, bir kun og'zim ochiq bo'ladi dedilar. Demak, ikki hadis bir-biriga xilof keldi, to'g'rimi? Muoroda deydi. Ya'ni go'yoki zohirdan qaraganda bir-biriga teskari ma'nolik ikki hadis keldimi? Bu o'rinda nima qilinadi? Qaysi hadisni sanadi, ya'ni sahihligi ustun bo'lsa, mana shu hadis olinadi. Endi bizning mazhabimizda, o'zi Hanafiy mazhabida umuman makruh hisoblanadi hayit kunlarini ro'za tutishlik. Demak, bu hadis bilan ro'para keldi. Biz narigi hadisni quvvatli bo'lganligi uchun u hadisni amal uchun olganmiz. Tushunarli, lekin bu hadisga amal qilib ba'zi sahobalar umr bo'yi ro'za tutgan ekanlar. Tobiinlardan ham shundaylari bo'lgan. Undan ko'proqqa, undan quyiroqda yana boshqa daraja. Umr yarmining ro'zasi bor. Ya'ni inson butun umr ro'za tutaman dedi. Yana ba'zilar bo'lishi mumkin, umrimni yarmisida ro'za tutaman. Bu degani bir kun ro'za tutaman, bir kun og'zim ochiq bo'ladi degan. Banda bir kun ro'za tutib, bir kun og'zi ochiq bo'ladi. Bu nafsga juda shiddatli va uni tizginlashda quvvatlidir. Subhanalloh. Ya'ni maqtalyapti-da. Nafs tarbiyasida yurgan inson uchun mana shu tasavvuf yo'liga kirgan insonlarni aytamiz endi hozirgi kunda. Nafsning tarbiyasida yurgan inson uchun juda foydali bo'ladi bir kun ro'za tutib, bir kun og'zi ochiq bo'lishligi. Chunki bunda banda bir kun ro'za va bir kun shukr o'rtasida bo'ladi. Ya'ni ne'mat ustida bo'ladi. Payg'ambar alayhisalomdan ham hadis bor o'zi. Ya Alloh, meni bir kun qornimni to'q qilgan, bir kun och qilgan deganlar. Qornim to'q bo'lgan kuni senga shukr qilay, qornim och bo'lgan kuni sabr qilay deganlar. Chunki bunda banda bir kun ro'za, bir kun shukr o'rtasida bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: menga dunyo xazinalari va yer boyliklari arz qilindi, taklif qilindi. Men esa rad qildim va dedim: bir kun och bo'laman va bir kun to'q bo'laman. Qornim to'ysa senga hamd aytaman, och bo'lsam tazarru qilaman. Imom Termiziy rivoyat qilib hasan deganlar. Ya'ni hadisning martabasi yuqori, hasan hadis. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: ro'zalarning afzali birodarim Dovudning ro'zasidir.
Dovud alayhissalom. U kishi qanday ro'za tutganlar? U bir kun ro'za tutar, bir kun og'zi ochar edi. Imom Buxoriy va Muslimlar rivoyat qilgan hadis. Ya'ni sahih hadis. Muttafaqun alayh. Imom Buxoriy va Imom Muslimlar rivoyat qilgan hadisni muttafaqun alayh deyiladi. Bunga yana Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu men bunday ko'piga toqat qilaman deganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishini pasaytirib qo'yganlari ham misol bo'ladi. Ya'ni eng yaxshi ro'za birodarim Dovudning ro'zasi, bir kun ro'za bo'lardi, bir kun qorni och bo'lardi deganlarida payg'ambar alayhisalom Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu men bundan ko'piga ham qodirman deganlar. Ya'ni har kuni ham ro'za tuta olaman desalar, payg'ambar alayhisalom bunday qilmaslikka buyurganlar. Pasaytirib qo'yganlar deyilgandan murod u kishini bunday qilmaslikka buyurganlar. Shunda yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kun ro'za tut, bir kun og'zing och dedilar. U kishi men bundan afzalini xohlayman deya javob qildilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bundan afzali yo'qdir deb javob berdilar. Imom Buxoriy va Muslimlar rivoyat qilgan. Rivoyat etilishicha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ramazondan boshqa biror oyning ro'zasini to'liq tutmaganlar. Imom Buxoriy va Muslimlar Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilishgan. Yuqorida ham aytildi, nega boshqa oylarda fazilatli oylar bo'lsa ham to'liq ro'za tutilmaydi deyilsa, Ramazonning darajasiga yetib qolmasligi uchun. Bu bir sabab. Yana bir sabab o'sha aytilgandek bayram kunlariga to'g'ri kelishi mumkin. Kim yarim umr ro'zasiga kuchi yetmasa, 3dan 1ni tutishni ham zarari yo'q. Bunda bir kun ro'za tutib, 2 kun og'zi ochiq bo'ladi. Qaranglarda, men ko'p aytaman, mana shu baribir nafs tarbiyasi bilan shug'ullanadigan odam da'vo bilan bu yo'lda bo'lolmaydi-da. Ya'ni amal maydoniga kirish kerak bo'ladi. Mana bular Imom G'azzoliylar Hujjatul Islom qanaqa ulug' martabaga yetgan olimlar berayotgan tavsiyalarida. Ustozimiz Shayx Mahmud Durray ham hayitning 2-kuni suhbat qilib aytdilar-da, alohida shu haqida suhbat qilishligim lozim deb bildim dedilar. Mana shu ro'zani agar davom ettirmasak, Ramazondagi ro'zani yana tutmaydigan bo'lsak, qanday bo'lsa Ramazondagi holimiz shunday davom etmaydi. Holimiz o'zgarib qoladi dedilar. Chunki inson g'arizalardan, shahvatlardan iborat. Bu shahvatlarni to'sishlikning eng oson yo'li va eng ko'p tarqalgan uslubi bu ro'za tutishlik. Boshqa dinlarda ham, faqat islom dinida emas, faqat biz bu targ'ib qilayotgan tasavvufiy matnlarda emas, umuman insoniyat bor ekanki, insoniyatning hammasini mana shu narsaga targ'ib qilingan. Inson yer yuziga tushganidan boshlab. Masalan, Odam alayhisalom yerga tushganlarida ham haligi meva yeyishdan qaytarilgan-ku. Ya'ni inson ba'zi bir narsalardan qaytarilishi kerak-da baribir. O'sha qaytariqlar uni o'sha sinov maydonida ushlab turadi. Endi inson ro'za tutar ekan, o'sha boshida aytganimizdek g'arizalari, shahvatlari, xohish istaklari kamayadi. Ustoz aytadilar, masalan, bir salafan bo'ladigan bo'lsa, ichiga non tiqaversang dedilar, masalan 3ta 4ta non bilan to'ladi, bo'ldi. Undan keyingi non uni yirtib yuboradi. Yoki shunga o'xshash yana ba'zi misollar aytdilar. Inson o'zini xohish istaklarini to'sib qo'ymas ekan, hech qachon Alloh taologa butun vujudi bilan bog'lana olmaydi. Ya'ni inson xohish istaklari va Allohni misoli Allohning roziligi o'rtasida yashaydi dedilar-da. Yo u tarafda bo'ladi, yo bu tarafda bo'ladi. Birlashtirib bo'lmaydi. Bu ovqat bo'lsa, yeyishlik, bir narsaga to'yib ovqat yeyishlik yoki doimiy qorni to'q holatda yurishlik, ya'ni ro'za tutmaslik bu insonni halok qiladigan narsalardan. Deb shu bir yarim soat 40 daqiqa mana shu haqida suhbat qildilar-da. Hozir esimda qolgancha aytdim-ku, lekin Ramazondan keyin yana ro'zani davom ettirishlikka, xosatan dushanba, payshanba va
ayyamul bit, 3ta o'sha oyning o'rtasidagi kunlarni ustoz hech qachon tark qilmaydilar. Atroflaridagilarga ham buyuradilar. Bo'lmaydi, tutmasanglar bo'lmaydi deydilarda. Ya'ni ya rijolallohu jiddu lis-sura deyiladida. Ey rijollar, xursandchilikka, baxtga yetishlik uchun jiddiy jahd qilinglar deganida. Busiz bo'lmaydi degani. Alloh taolo barchamizga mana shunday nafsiga qarshi mujohada qila oladigan, nafsiga qarshi kurasha oladigan iroda bersin. Shundaylardan qilsin hammamizni. Dushanba, payshanba va juma kunlari ro'za tutsa, bundan ham 3dan biriga yaqinlashadi. Masalan, 3dan birini tutsin, 2dan birini tutolmasa dedilar-ku. Bir kun tutib, 2 kun dam olsin dedilar yoki dushanba, payshanba, juma kunlari tutsa ham haftani 3 kunida tutgan bo'ladi, ya'ni 3dan birida tutganga yaqinlashadi bu ham deyaptilar. Agar fazilatli vaqtlar zohir bo'lsa, inson ro'zasi ma'nosini fahmlash kamollik belgisidandir. Demak, fazilatli kunlar kelganda albatta ro'za tutishim kerak deb inson o'ziga o'zi vert qilib oladigan bo'lsa, bu mana shu insonni komillikka yetayotganligini, kamolatini dalolatidir. Albatta bunda uning maqsadi qalbni tozalash hamda himmatni Alloh azza va jalla uchun forig' qilish bo'ladi. Ya'ni ixlos shart qilinadi bunda ham birinchi. Faqih botin tuyg'ulari bilan holatlariga nazar soladi. Faqih ya'ni fiqhni yaxshi tushungan inson aytiladi. O'zi aslida faqih degani mana shu diniy ilmlarni hammasini to'liq o'zlashtirgan insonlar tushunilgan avvalgi davrda. Lekin keyinchalik faqatgina shu fiqh zohiriy amallarni, hukmlarni o'rgangan insonlarga ishlatila boshlangan. Lekin avvalgi vaqtda o'zi fiqh degani fahm deganida, ya'ni dinni tushungan inson, dinni fahmlagan insonga faqih deyilgan avvallari. Ya'ni o'sha sahobalar, tobiinlar, tabi'inlar davrida. Ba'zi payt xoli ro'zaning davomiyligi xohlasa, boshqa payt ro'zasining davomiyligini taqozo qiladi. Yana ayrim paytda esa ro'zasizlik bilan ro'zadorlik aralash qilish bilan oxirat yo'li sulukiga chegarasini aniqlab oladi. Ya'ni o'sha faqih deganlardan murod fahmli inson, dinni tushungan inson o'zida sinab ko'radi. Mana bu ro'zalarni masalan umri yarmi, ya'ni kunora ro'za tutish yoki 3dan birida ro'za tutish yoki faqatgina o'sha ta'kidlangan sunnat bo'lgan kunlarda ro'za tutishlikni sinab ko'radida, o'ziga ma'qulrog'ini, o'ziga o'zi ko'tara oladiganini o'zi uchun tanlaydi. Agar ma'noni fahmlab, qalbni muroqaba qilish bilan oxirat yo'li sulukidagi chegarasini aniqlab olsa, ya'ni o'sha o'zini suluk yo'lida yurishligiga to'g'ri kelgan bir manhajni o'ziga tanlasa, 2 kunda bir ro'za tutaman yoki 3 kunda bir tutaman yoki haftada bir yoki haftada 2 deb belgilab olsa, qalbini muroqabasi degani shu qalbi Alloh taologa qaysi holatda ko'proq bog'lanyapti, o'shani o'ziga tanlaydi. Chunki ba'zilar bor, har qancha ko'p ro'za tutsa, zehni battar mashg'ul bo'ladi. Bu ham bor. Bu gohida sihat ko'tarmasligi jihatidan bo'ladi. Allohdan uzoqlashadi. Inson qorni ochsa faqat ovqat haqida o'ylaydi. Faqat iftor vaqti kelishini o'ylaydi. Minut qilib zo'rg'a yetib boradi. Bunaqa ro'zaga muhtoj emas-da Alloh taolo. O'zi zotan Alloh taolo bizni tutgan ro'zamizga muhtoj emas, lekin bunaqa xohishsizlik bilan qiynalib, bo'lganda ham kasal orttirib tutilgan ro'za bu insonga ziyon yetkazadi-da. Shu o'ziga ziyon yetib turgan holatda inson Allohga ham bog'lana olmaydi. Demak, Allohga qaysi holatda ko'proq bog'lanyapti shu sayr suluk yo'lida. Mana shu yo'lni o'zi belgilaydi. O'zi belgilash qiyinroq yo'l o'zi. Masalan, ustozi bo'lsa bir kishini, uni yaxshi tanigan, bilgan, ko'rib turgan sihhiy holatini, jismoniy, ruhoniy holatini
his qilgan bir ustoz bo'lsa, ustozlar belgilab beradi buni. Ustozlar belgilab bergani yaxshi o'zi. Endi ustoz topolmagan inson mana shu ruhiy tarbiyada, nafs tarbiyasida u inson o'zi sinab ko'rsin deyaptilar-da. Qaysi biri unga ko'proq ma'qul bo'ladi. Keyin o'zi ixtiyor qiladi o'sha Allohga o'zi ko'proq bog'lanayotgan holatini. Bu esa muttasil tartibni lozim etmaydi. Shuning uchun ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rivoyat qilinishicha, u zotdan rivoyat qilinishicha ro'za tutardilar. Hatto og'izlari ochiq bo'lmaydi deyilardi. Og'izlari ochiq bo'lardi, hatto ro'za tutmaydilar deyilardi. Tushundinglarmi? Gohida shu qadar ko'p ro'za tutardilar, u zot ro'zasiz yurmaydilar degan xayolga borib qolishgan sahobalar. Gohida juda ko'p og'zi ochiq bo'lib yurardilar. Bu holatlarda Rasululloh ro'za tutmayaptilarmi deb o'ylab qolishgan. Ya'ni turli xil bo'lgan hayotlari. Butun umr ro'zador o'tmaganlarda. Uxlardilar, hatto tunda qoyim bo'lmaydilar deyilardi. Gohida to'yib uxlardilar. Ibodat bilan qoyim bo'lardilar, hatto uxlamaydilar deyilardi. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilishgan. Bu holat u zotga nubuvat nuri bilan inkishof bo'lgan vaqtlarning huquqini ado qilishga qarab bo'lardi. Endi u zotga xos bo'lgan o'rinlar ham bo'lgan. Chunki u zot masalan Alloh taolo o'zi g'aybni bildirmaydi hech kimga. Illo o'zi xohlaganlarga bildiradi. Payg'ambar alayhisalom masalan g'ayb olamini bilish tugul ko'zlari bilan ko'rib keldilar. Farishtalarni, jannat, do'zaxni, Me'roj voqeasida. Xuddi shunday vaqtlarni ham orasida ba'zi og'iz ochish kerak bo'lgan vaqtlar u zotga kashf qilingan yoki ro'za tutish kerak bo'lgan vaqtlar kashf qilingan. Boshqalarni targ'ib qilmagan bo'lsalar ham o'zlari tutganlar. Shuning uchun ham ba'zida hech og'izlari ochiq bo'lmaydi, umr davomi ro'za tutyaptilar deb o'ylab qolishganda sahobalar. Ulamolar hayit va tashrif kunlarini hisobga olib 4 kundan ortiq ketma-ket ro'za ochiq ketma-ket og'iz ochiq bo'lishini karih yoqimsiz ko'rganlar. Qaranglar, 4 kundan bu degani har 4 kunda bir ro'za tutish kerak deganida. Og'iz ochiq bo'lishligini karih ko'rishgan ekan. Bu qalbni qoraytiradi. Chunki inson hafta davomida hech ro'za tutmasdan kuni o'tadigan bo'lsa, qalbi qorayib ketadi. Yomon odatlarni paydo qiladi va shahvatlar eshiklarini ochadi deb zikr etishadi. Umrimga qasamki, aksar xalq, xususan bir kecha kunduzda 2 marta yeydiganlar haqida gap shundaydir. Ixtiyoriy ro'za tartibi xususida zikr qilinishi iroda etilgan fikrlarimiz shudir. Vallohu a'lam bis-savob. Ro'za sirlari kitobi tugadi. Biz bilgan va bilmagan barcha maqtovlar bilan biz bilgan va bilmagan hamma ne'matlar uchun Allohga hamd bo'lsin. Sayyidimiz Muhammad, u zotning oilasi sallallohu alayhi vasallam, ashabiga hamda yer va osmon ahliga bo'lgan har bir tanlangan bandaga salot salomlar bo'lsin. Inshaalloh bundan keyin haj sirlari kitobi keladi. Alloh madadkor, undan o'zga parvardigor yo'qdir. Muvaffaqiyatim faqat Alloh bilandir. Alloh bizga yetarli va u qanday ham yaxshi vakildir. Deb bir kitobni tugatdik inshaalloh. Chunki aytganimizdek, Ihyo Ulumuddin kitobining har bir bo'limi alohida kitob o'zi. Shunday tarzda 40 ta bo'limga bo'lingan 40 ta kitob bor deyiladi. Ihyo Ulumuddindan shuni bir bo'limini tugatdik. Ramazon ro'zasi, uning sir asrorlari, nafl ro'zalar boblarini boshida Ihyo Ulumuddinni o'zini muqaddimasini o'qib qo'ygandik. Endi mana o'sha boshida boshlagan joyimizdan davom etamiz. Ilm bobiga kelgandik. Mana shu ilm bobidan keyingi safar o'qishlikka harakat qilamiz. Fikr, mulohazalar, savollar bo'lmasa chatni yopamiz. Alloh taolo keyingi suhbatlarimizga ofiyatda, salomatlikda yetkazsin. Xo'sh.
Demak, savol mulohazalar bo'lmasa chatni yopamiz. Alloh salomat qilsin, qilayotgan ibodatlarimizni o'zi dargohida qabul qilsin. Kitoblarda zikr qilingan ma'nolarni hayotimizga tatbiq qilishlikka, bular bilan yashashlikka o'zi yo'l ko'rsatsin. Shu iborani oxirida aytilgandek, la havla va la quvvata illa billah. Hech qanday kuch ham, quvvat ham yo'q, faqatgina Alloh bilan bor. Bu iborani ma'nosini ko'p sharhlaganmiz, aytishdan charchamaymiz ham. Ibodat uchun kuch, gunohdan qaytish uchun quvvat yo'q, faqat Alloh bilangina bordir. Alloh kuch quvvat bersagina inson ibodat qila oladi. Alloh kuch quvvat bersagina gunohdan tiyila oladi. Shuning uchun ham Alloh taolodan tavfiq so'rash kerak. Alloh o'zi muvaffaq qilsin. Ulug' zotlar yetgan maqomlarga barchamizni yetkazsin. Bu yerdagi qatnashayotganlarni, barcha mo'min musulmonlarni Alloh taologa qalblari pok holatida, qalblarini kasalliklardan poklagan holatlarda yo'liqishliklariga tavfiq bersin. Qur'oni Karimda aytilganidek, u kunda na bola chaqa, na mol davlat yordam beradi. U kunda faqatgina pokiza qalb bilan kelgan insonlarga mana shu pokiza qalblar yordam beradi. Alloh taolo qalblarimizni poklashlikka, ruhlarimizni, xulqlarimizni sayqallashlikka o'zi tavfiq bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.